Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, gimnastika mashqlarini qo'yib boryapmiz. Qayr uchun foydaliligini ham statiyasini, ya'ni maqolasi bilan birga qo'yib boryapmiz doim. Endi mashq qilishda eng muhim jihati, eng muhim qismi bu nafas olish va chiqarish. Nafas olish va chiqarish to'g'ri bo'lmasa, gimnastikani foydalilik koeffitsiyenti kamayib ketadi. Ya'ni bu oddiy mashqlar bo'ladimi, yo sport bo'ladimi, yo katta sport bo'ladimi, nafas albatta o'ta muhim. Shuning uchun nafas olib chiqarishni bilishimiz kerak. Ya'ni nafas olgan paytimiz chuqur olishimiz kerak. O'sha nafas deylik mashqning boshlanishida mashq bilan birga deylik, masalan, qo'limizni osmonga ko'tarayotgan paytimiz deb burnimiz bilan chuqur nafas olishimiz kerak. Keyin ha deb nafasni chiqarib olishimiz kerak. Ana shu bu bitta usuli, to'g'ri nafas olish va to'g'ri nafas mashq payti to'g'ri nafas olish va to'g'ri nafas chiqarishni bitta uslub hisoblanadi. Albatta mashqlaringizga buni qo'shingizlar. Nafas mashqini ham juda foydali bo'ladi. Organizm kislorod oladi, karbonat angidrid chiqarib yuboradi. Chuqurroq nafas olgan paytda albatta ko'krakni ko'tarish kerak. Nafas olish kerak. deb chiqarish kerak. Hech qachon kuchanmaslik kerak. Chiqarayotgan payti kuchanib, erkin chiqarib olish kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat.